Bu videoni albatta mashinada birga ovqatlangan do'stingizga tashlab qo'ying. Voy. Qani endi buni mazasini ko'ramiz, ha, bismillah. Garnirlari lekin podlivaga qo'shilib juda ham bir o'zgacha maza beryapti bor-ku. Ko'katini ikki buklab qo'yamiz. Qani kotleta nima deyapti kotleta? Voy, pyurelari bilan chiqdi-yu. Mana salatlari ham-chi dona-dona katta-katta qilib to'ralgan. Bu ovqatda bemalol dietetik ovqat desa ham bo'ladi. Chunki bilasizlar, garnirlarning hammasi suvda pishirilgan bo'ladi. Lekin Buxoriy baraka taomlarini ichib bijildoq suvsiz tasavvur ham qilib bo'lmaydi. Bu mazani faqat yeb ko'rgan biladi. Lekin mana bu kotletdan rostakasini o'zbekcha maza kelyapti lekin.